Musiqadagi harakat va tartib metr hamda ritm tushunchalari bilan uzviy bog'liq. Ular tovushlarning vaqt ichidagi joylashuvini belgilab, asarning xarakterini shakllantirishga xizmat qiladi. Metr va ritm musiqiy asarning tartibi hamda harakatini belgilovchi asosiy vositalardir. Musiqani tinglayotganimizda biz beixtiyor yoki ongli ravishda bir maromda boshimizni chayqash, qo'limizni silkitish yoki oyog'imiz bilan yerni tepkilashni boshlaymiz. Bunday harakatga bizlarni musiqaning pulsatsiyasi undaydi. Pulsatsiya bu bir tekis urib turadigan zarblardan iborat jarayon hisoblanadi. Hissa musiqada pulsatsiya jarayonidagi zarblardir. Uning qisqa uzunligi tovush cho'zimlari bilan o'lchanadi. Har bir so'zda urg'u berilgan va urg'udan xoli bo'lgan bo'g'inlar mavjud. So'zlar ketma-ketligida urg'uli va urg'usiz bo'g'inlarning qay vaqtda kelishi ahamiyatga ega emas. She'r tuzilishida aksincha, bunga katta e'tibor berilib, urg'uli va urg'usiz bo'g'inlarning muayyan bir tartibga kelishi talab qilinadi. Bu tarzdagi tartib metr deb ataladi. Yurakdagi bir maromda urib turadigan zarblar pulsatsiya jarayonini tashkil etadi. Musiqada hissalarning bir tekis kelishi metr deyiladigan jarayonni hosil qiladi. Musiqada urg'uning o'zi aksent deb ataladi. Aksentga ega hissa kuchli hissa, aksent tushmaydigan hissalar esa kuchsiz hissalardir. Metr kuchli va kuchsiz hissalarning tartibli almashinuvidir. Takt esa ikki kuchli hissa oralig'i metrning o'lchov birligi hisoblanadi. Har bir takt kuchli hissadan boshlanadi. Agar kuchli hissa bitta kuchsiz hissadan keyin qaytarilsa, bu ikki hissali metr hisoblanadi. Quyidagi misolda esa 3 hissali, 4 hissali metrlardan ham misollar keltirilgan. Har bir taktni tashkil qiladigan hissalar miqdori va ularning cho'zimi nota yozuvida kasrsimon raqam bilan ifodalanadi. Unga o'lchov deb nom berilgan. O'lchovning ustki raqami hissalar sonini bildirsa, pastki raqam esa bitta hissaning qanday cho'zimda ifodalanganini ko'rsatadi. Oddiy metr yoki oddiy takt bitta kuchli hissani o'z ichiga oladi, 2 yoki 3 hissadan tashkil topgan metrga aytiladi. Ularga 2-2, 2-4, 2-8, 2-16 kabi 2 hissali o'lchovlarni misol keltirsak, shuningdek 3 hissali o'lchovlardan 3-2, 3-4, 3-8, 3-16 o'lchovlari bunga misol bo'la oladi. Nota yozuvini o'qish jarayonini osonlashtirish maqsadida taktdagi mayda bayroqchali cho'zimlarni takt hissalariga muvofiqlashtirib, alohida guruhlarga birlashtirish zarur. Murakkab metrlar 3 xil bo'ladi. Bir turdagi aralash va o'zgaruvchan metrlardir. Faqat 2 hissali yoki faqat 3 hissali oddiy metrlar qo'shilishdan hosil bo'lishi bir turdagi metrlardir. 2 va 3 hissali oddiy metrlar qo'shilishdan hosil bo'lishi esa aralash metrlarni hosil qiladi. Taktlar almashinib turadi, o'lchovlar esa metrik tuzilish o'zgaradi. Bu esa o'zgaruvchan metrlar uchun xos xususiyatlar hisoblanadi. Quyidagi misolda 4 hissali, 6 hissali hamda 9 hissali metrlar keltirilgan va ularning ichki tarkibi 4 hissalikda 2 + 2, 6 hissalikda esa 2 ta 3 hissali, 9 hissalikda esa 3 ta 3 hissalikni tarkib topganligini ko'rishimiz mumkin. Quyidagi misolda esa 5 hissali hamda 7 hissali metrlarga namunalar keltirilgan. Bu yerda 5 hissalining 3 + 2 yoki 2 + 3 kabi hissalardan tarkib topganligini ko'rishimiz mumkin. 7 hissalik ham shu jumladan 2, 2, 3 yoki 2, 3, 2 yoki 3, 2, 2 hissalardan tarkib topadi. Ritm metr asosida uyushtirilgan tovushlar cho'zimlarining izchilligidir. Ritm so'zi tartibga solingan, to'g'ri uyushtirilgan harakatni bildiradi. Aksentlar ritmik harakatning tayanchidir. Metrik aksent ham ritmik aksent turlari mavjud bo'lib, metrik aksentlar muntazam ravishda keladi va harakatni tartibga soladi. Kuchli hissa bu aksent hisoblanadi. Ritmik aksent esa ritmik aksentlar takt ichida eng katta cho'zimli tovushlarda paydo bo'ladi. Musiqada asosiy cho'zimlarning ikkita teng maydaroq cho'zimga bo'linishi asosiy bo'linish deb ataladi. Asosiy cho'zimlarning istalgan ikkitaga emas, teng qismlarga bo'linishi esa erkin bo'linishdir. Bunga triol, kvintol, sekstol hamda septol kabi bo'linishlarni misol keltirishimiz mumkin. Triol qaysidir asosiy cho'zimni 3 ta teng maydaroq cho'zimga bo'linish natijasida triol hosil bo'ladi. 4 ta qismga bo'linadigan cho'zim 5 ta teng qismga bo'linsa kvintol, 6 taga sekstol, 7 taga septol nomi bilan ataladi. 8 ta qismga bo'linadigan cho'zim 9 ta teng qismga bo'linsa novemol, 10 taga esa detsimol paydo bo'ladi. Nuqtasi bor cho'zimlar asosan 3 ta teng maydaroq cho'zimlarga bo'linadi. Agar nuqtali cho'zim 2 ta teng qismga bo'linsa duol, 4 taga kvartal hosil bo'ladi.